Moskva akalar, tarif komfort plus aeroport Domodedovo keldik. 50 daqiqada 1892 rubl. Assalomu alaykum akalar, hammaga. Qalaysizlar, charchamasdan ishlab bo'lyaptimi? Akalar, bu qishning sovuq kunidagi qaynoq zakazlar qani bu? Moskvadagi akalar, qishning kunida shu fevral oyidagi koeffitsiyentlar qaynoq zakazlar qara ketdi. Noshukrchilik bo'lmasa, Allohga shukr. Yomon emas u, lekin ishonchi tashab qoldi. Sizlarda qalay bo'lyapti? Bir yozinglarchi kommentga. Biz olib keldik Domodedovoga. Xullas, endi chiqib ketamiz. Aeroport Domodedovo akalar.